Assalomu alaykum. Dasturlashda o'rganishda davom etamiz. Bugun biz sikllarni ko'rib chiqamiz. Ularni o'zimiz xohlagandek boshqarib ko'ramiz. Tasavvur qilaylik, bizda birorta ro'yxat bor, unda faqat ismlar yozilgan. Uni topganimizdan keyin qolgan ko'plab ismlarni qidirib vaqt sarflashimiz shart emas. Bugun bizga break va continue yordamida dasturlarimizni yanada samarali qilishni ko'rib chiqamiz. Bugun biz amaliyotda continue yordamida ro'yxatdagi bo'sh yoki xato ma'lumotlarni tashlab o'tamiz va break yordamida kerakli odam topganimizdan so'ng qidiruvni to'xtatamiz va else yordamida hech kim topilmasa bu haqda xabar beriladi. Xo'p, keling, buni kodini yozib ko'ramiz. Python ijtimoiy dasturiga kirib olamiz. New file. Xo'p, ro'yxat yaratib olamiz va ichiga atalib xato ma'lumotlarni qo'shamiz. Xo'p, yoshlar ro'yxati deylik. Unga ismlarni yozib olamiz. Mana ismlarni kiritib oldim, yoshlar deb yozib, komment ichiga. Va biz bularning orasidan kimni ismini qidiryapmiz? O'shani yozib olamiz. Va bizga chiqarib berish kerak qidirayotgan ismimizni. Xo'p. Keyingi qadam for ism o'zgaruvchisi va yoshlar. Ya'ni tepadagi ismlar ro'yxatidan agar ism teng bo'lsa, ya'ni noma'lum bo'lsa, bizga xato ma'lumot deb chiqarish kerak. Va continue amalini qo'llaymiz, ya'ni o'sha ismni tashlab xato deb chiqaradi va davom etaveradi. Va print tekshirilmoqda deb chiqarish kerak bizga. Agar qidirayotgan ismimiz ro'yxatda bor bo'lsa, topildi deb chiqarish kerak endi keyingi amallarimizda. Va break amalini bajaramiz, chunki o'zi qidirgan ismimiz topilgandan so'ng avtomatik dastur tugaydi yoki else. Ikki nuqta print house ochamiz. Ro'yxatda yo'q deb chiqaradi bizga. Bosh tirnoq. Biz qidirgan ismli odam ro'yxatda yo'q degan ma'noda aks ettiradi bu. Xo'p, keling, dasturni ishga tushirib ko'ramiz. Рабочий stol 4-chi dars amal. Xo'p, mana e'tibor berganingizda continue tufayli dastur noma'lum so'zni ekranga chiqarmay tashlab o'tdi. Break esa aniq topish bilan birga dasturni to'xtatdi. Ya'ni olim va zarinani tekshirib o'tirmadi. Bu kompyuter resurslarini tejash uchun juda muhim hisoblanadi. Shu bilan bugungi darsimiz tugadi.